Geografiya o'qituvchisi o'quvchini doskaga chiqaribdi-da. To'ychiyib, sen meni qo'shnim bo'lasan. Men senga bitta savol beraman. O'sha savolga javob bersang, men seni sinfdan sinfga o'tkazib yuboraman. Savol eshit, juda ham oson savol. Qara. Yer sharining yaxshilab eshit. Yer sharining shakli qanday? Sen hali bolamda qarasa telefon qolib ketgan. Yer sharining shakli to'rtburchak domla. Sen to'ychiyib o'ylab javob ber. Qo'shnim bo'lmaganda burchakka turg'izib qo'ygan bo'lardim. Qara, senga oson savol beryapman. Savolni qaytaraman. Aylana shaklidagi yerning, tushunyapsanmi? Qopda o'ynaysizlar-ku, mana aylana shaklidagi yerning yerning shakli qanday? Uch burchak. Chiq sinfdan. Sandaqa o'quvchi kerak emas menga. Qo'shni bo'lsang o'zingga. Chiq! Solih bo'ling. Baqirmang, nola. Bitta yer shariga shunchalikmi? Qo'ni-qo'shni odam yaxshi ish qilmayapsiz. Yer dumaloq hali ko'rishamiz siz bilan, nola.